Hammaga assalomu alaykum. Sizda keyingi navbatdagi satadan uyimiz yer maydoni alt so'tik, toza salangan, toza remontlangan, shiferlari, aynalari, eshiklar, pol patoloklar ishlangan uyimiz sotiladi. Ichini shaytonimizni ko'rsatib chiqamiz, adresni tushuntirib o'tamiz. Adresimiz Toza aeroportdagi ana shu ko'rib turgan Toza maktabning orqa tarafida. Ham maktab, ham desat bir joyda joylashgan. Bu yerda yo'llar ham mana hech qanday loy emas, shivin to'shalgan yo'llar ekan. Loy umuman yomg'irda kelib turibsiz, hech qanday loyi, batatani yerlari yo'q. Uyning eldi ko'rinishi mana eldi mana atsizlari foydalanishga berilgan. Bu joyning oxiri bo'lib turibdi, aynaga atsiz bo'lib ketgan. Uglovoy hisoblanadi. Bu yoqda mana ko'cha, arqa ko'chaga qurolib ketadigan, eldidan ko'cha tushgan. Arqa ko'chaga qurolib ketadi. Uyning sirtlarini bir qator ko'rsatib, keyin ichine kiramiz. Uyimizning ikki yoq tomoni ham ochiq bo'ladi. Bu bir yoq tomoni mana eldi qaptalonda 5 metr ochiq yeri bor. Mana shu tolgacha chegara, mana shu tolgacha ochiq yeri bor. Qaptansa garaj savolasizmi yo orqaga bir mashina o'tatan yetib qo'yasizmi, o'zingizning ixtiyoringizda bo'ladi. Qaptansa qurab yana joy etib zalpal savolasizmi? Mana bu orqa ko'rinishi bo'ladi. Otizlari mana tallari sayasalgan bo'lib turadi yozdan kuni. Chegarasi esa orqasining chegarasi. O yerda qo'ng'ishining fundamenti bor. Ana shu fundamentgacha chegara. Ana shu yergacha zabor aylantirib olsangiz bo'ladi. Orqa yog'ining ham mana hamma yerda akfayolardan qo'yilgan, yaxshi eshiklar qo'yilgan, shiferlar ham zo'r etib qag'ilgan joydan gap bo'lishi mumkin emas. Bu esa qaptalondagi ikkinchi ochiq tomoni bo'ladi. Bu yog'ida 3 metr ochiq yeri bor ekan. Aynag'ida 5 metr ochiq yeri bor ekan. Bu yog'ida mana chel tartib turibdi, chegarasi. Bu yog'i atsiga beltirtgan, bu yog'ina joy o'rin bo'lmasa kerak, mana bog' etib qo'yibdi bu yerda. Uyingiz shunday bir chiroyli bog'dan yonida bo'ladi. Ham uglovoy hisoblanadi sizga. Endi esa uyning ichine kiramiz. Uyimizning kirishi bo'ladi. Kirgachida koridor, bu yog'imiz kundalik o'tirgan sifalar ishlangan, irganaklab qo'yib o'zingiz aylantirib ishlasangiz bo'ladi. Bu yoqqa mana arka etib, chiroyli etib ishlangan, dizayn qilib, patoloklari qag'ilgan, pollari qag'ilib turibdi. Uyimiz laydan solingan. Bu 10 qo'ldagi birinchi xonamiz bo'ladi. Aynasi ko'chaga qaragan, akfanyalar qo'yilgan. Sifatli eshiklardan. Mana eshiklar ham ikki ko'rsangiz mumkin. Eshiklarning sifati zo'r ekan. Bu yoqda zalimiz bo'ladi. Ikki aynasi ko'chaga qaragan. Zalning ham razmerlari katta. Uyning malyarkasini, endi bu yoqda malyarka ishlab olaman desangiz, Elra savdo magazinindan arzon baholardan malyarkalarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'savar, stroy materiallarni shoxdan olsanglar, bizlarda aytib qo'ysanglar, ancha skidka ham etib berishadi. Bu esa to'rdagi yana bir spalniy xonamiz bo'ladi. Kirgan yerdagi birinchi xonani spalniy qilib qo'yatan bo'lsangiz, bu yerda yana bir kichkina ditskiy spalniy qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda esa kuxnya qilishingiz mumkin. Bu kundalik o'tiradigan bölümümüz kuxnyaga mo'ljallangan, keyin katta kuxnya bo'ladi. Bu yerning razmeri adashmasam 5 ga 5,5 ili 6. Adashmasam uyingilarning ham esidan chiqib ketgan ekan, to'shni ayta olmadi. Adresimiz aytganimizdek Toza aeroportda uy zo'r solingan, laydan solingan, sifatlari zo'r. Aytganimizdek kamisining malyarkalarini, sirtqi fasadlarini ili orqaga bu narsa savolashingiz mumkin. Bahasi chiroyli bahada qo'yilyapti. 350 million aytilyapti. Qaytib kelish beraman deyapti. Pastga egasining nomerini yozib qoldiraman. Dokumentida muammosi yo'q. Prямо bor, notariusga pulni sanab bersin deyapti. Keling ko'ring, yag'atan bo'lsa, sirazi savdolash, shapatingiz o'rindag'in, aynag'ada notariusga boraverasiz. Ana shunday uy yuzda bilgan tanishsangizga videoni sirazi berib qo'ying. Bahasi arzon qo'yildi. Ikki xonali kvartiraning bahasini qo'yib turibdi. Agar borib ikki xonali bo'lmagandan bu yoqda bunda yer joy yag'aningiz ma'qul deb o'ylayman. Sizlar bilan men ixtiyorimcha.